Mana aka, toshlaringiz hammasini oldik ana. Yuragingiz top-toza. Rahmat. Ko'p yashanglar. Og'riq bo'lmadimi? Qiynalmadingizmi? Yo'q, bo'lmasa. Yashang. Yuragingiz to'liq tosh bilan qoplangandi. Pastki kosachalari, tepadagi polniy hozir tozalandi, umuman toshingiz qolmadi. Bo'ldi, qutuldingiz toshingizdan. Rahmat. Borlaringga shukur sizlarga. Bugungi navbatdagi bemorimiz Karalsimon tosh bilan murojaat qilgan va bularga rejalashtirayotgan operatsiyamiz perkutan nefrolitotripsiya, ya'ni lazer yordamida bularga toshlarni qo'lga maydalab olib berishni rejalashtirdik. O'zlaringizdan masalan ko'rishlaringiz mumkin, mana toshlari deyarli bo'shliq qolmagan. Bular Xudo xohlasa, bularni bitta etapda polniy toshlardan tozalab berishga, to'liq tozalab berishga harakat qilamiz. Shikoyatlari shu belidagi og'riqlarga, siyganida, peshob qilishganida shu achishlarga shikoyat qilishgan. Tekshirganimizda bemorimizda shu Karalsimon va ko'plab toshlar aniqlandi. Darajasi bo'yicha kayikka Xudo xohlasa harakat qilamiz. Bugun bitta etapda tozalab berishga harakat qilamiz.